Dur. Bola bu videonun davomi. Yani oldingi videodagi tugab qopti. Xuddi mana shunga o'xshagan o'yin o'ynaydi-yu. O'sha yana video telefon o'chib qopti-da qarasam. Video tugabdi-da, o'shanga yana boshqatdan qoldi. Men zo'r bola boshqa qaytarilmaydi bola. Oho, işte tutku bugün bayram bo'lar ekan-da, tog'a. Quruq mi yechib olaman buni. Ashi biznesni zo'r ketyapti-ku bu yoqda shu. Soqqali ish bo'ladimi deyman. Endi bize narsa zakaz qiladigan paytlar ham kelyapti. Va yana bitta ko'proq narsa zakaz qilamiz. Keyin videoni tugatamiz. 50 ga 50 100 bo'ladi. 50 ga 10 60 70 80 90 5 mundoq. Keyin bunga 10 1 2 3 ana rasa ko'proqni qildim. 8.45 5.54 zerikib ketdim. Mana shu kassada turib borib yomon ko'rdim. Mama, yani çocuğum yolda qarab turuvdim. Qaragan narsalarga omadda. Uyalmang, bitta oling, qisqirib qo'ying. Uyalmang, tog'a bitta oling. Menga bu bilan ketdi tog'a. O'quv olish uyalish. Cho'ta birat uyalish. Oldu. Close bu. Chiqing tog'a. Endi narsani zakaz qilamiz. Faqat kam narsa bor ekan, cho'ta. Ini boşluğu. Ana, nasıl kopul gidiyor?
tasavvurimdan qo'yish kerak ekan. Buni aro deb o'ylamaydi, aro deb hisoblayotganlar. Bu aslida aro emas bu. Mana aro rasmi yo'q, do'chalik suvmi qanaqadir limonadga o'xshagan narsa. Aro mahsuloti deyotganlar. Videodan chiqib ketaversa, hozir xolasa like bossin. Mana qaranglar, do'chan rasmi turibdi-ku, o'sib turgan shu do'chami, shunaqani rasmi turibdi. Ana boyagi tog'a endi uyalmaydi. Avval uradi, mana shuni pulim ko'pdi. Hammasini narxini oshirib qo'ysam ekan. Chip. Hop, mana shularni aniq qilamiz. Keyin video ham cho'zilib ketadi. Tez so'qib tashlaymiz. Buni ham qo'yib qo'yamiz. Boyagi tog'a uyalmasin. Bir korobkaligini olsa yana uyalib turmasin tog'a. 2 korobkasini oladi. Uyaldi. Aytgancha buni xolodilnikga qo'yadi. Vay, tasavvurimni yana 2 korobka bor edi-yu xolodilnikga. Nimaga tasavvurdim? Mayli, siqilmaymiz. Hammasi yaxshi bo'ladi. Bunisi 2 korobkaligini esidan chiqarmaslik kerak. Yani next day bosan. Mana endi bizda ham bir biznesni boshlaydi. Xolodilnikni to'ldirib qo'yish kerak edi. Xolodilnikni to'ldirib qo'ying. Oldin men dastavkani qo'yib olay, shunda ozgina kutasiz endi bunga. Chiqarib qo'ydi-yu. Yaxshiyam esimga tushdi ya sirada. Bo'lsam bu ham chopilib ketardi. Nima kerak edi opa? Nimaga bu yoqqa keldingiz unda? Oho, odamlar juda ko'payib qoldi. Hop. 14.15 qilaylik opa, qilaveraylik. Bir unda qolaveradi. 19.60.
Tezroq o'ynash kerak. Onda juda yirik ko'rinadi. Keyingi video unaqa nima edi, bo'lmaydi boya. Qildimi? Syomka bo'layotganda anaqa bo'lib qoldi, bunaqa bo'lib qoldi, bilmayman. O'zi endi shunaqa bo'lib qoldi. Yana berishim kerak men senga. Men senga qancha berishim kerak? Ol, 40 ming berdim. Nasıl qilishini qani aytgan narxini berdim. Oy, zerikib ketdim o. Ve do'konni yopamiz. Achab ketdim, bu kassada o'tirdim. Bo'ldi, shu oxirgisi. Kelganlar ulgurdi, kelmaganlar ulgurmadi. Mayli endi tog'aga siylab 80 ming bera olaman. Mayli, mujik bo'laylik. Mana bo'ldi, endi bitta hop, shu bilan videomiz tugadi bolalar. Video yoqqan bo'lsa kanalga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Hop, komment ham yozinglar. Hammaga xayr, e'tiboringiz uchun rahmat.